Assalomu alaykum qadrli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan qadimgi dunyo tarixidan 35-36 mavzularda gaplashamiz. Bu mavzularda Kushon imperiyasi, Buyuk Ipak yo'li haqida umumiy ma'lumotlar berilgan. Oldingi darsda sizlar bilan gaplashib o'tdik. Qan davlati, Davan davlati, bundan tashqari Xorazm davlatlarini qachon tashkil topganligi, qachon parchalanganligi, ularning madaniyati haqida gaplashib o'tdik. Undan tashqari Yunon Baktriya davlatiga demak Sharqdan UHG'larni bostirib kelganligi miloddan avvalgi 140-130-yillarda demak bostirib kelganligini gaplashdik. Bugungi mavzu sizlar bilan Kushon imperiyasi, o'sha bostirib kelgan Kushon imperiyasi qayerga joylashdi, qanaqa davlat tuzdi, u davlatga qayerlar kiradi, markazi qayer bo'lganligi haqida gaplashamiz. Undan tashqari Buyuk Ipak yo'lining ahamiyati, Buyuk Ipak yo'li qayerdan boshlangan, qayerda tugagan, u yo'lda joylashgan shaharlar, ularning ahamiyati, shaharlarda demak qanaqa savdo olib borilgan, qaysi hududdan nima olib borib sotilgan, Xitoyga olib borilgan narsalar, Hindistondan bizga olib kelingan narsalar haqida gaplashamiz. Bismillah deyman va qurollarimni olaman. Boshladik. O'tgan darsda sizlar bilan Yunon Baktriya davlatiga UHG'larni miloddan avvalgi 140-130-yillarda bostirib kelganligini gaplashdik. UHG'lar miloddan avvalgi 140-130-yillarda Sharqdan, ya'ni hozirgi Xitoy hududidan, ya'ni hozirgi kunlarga aytganda Xitoyni sharqidan desak ham bo'ladi, Sharqiy Turkiston hududidan bizga UHG'lar degan qabilalar kirib keldi. UHG'lar qabilalari umuman tarixiy ma'lumotlarda aytiladi, 4 ta xonadondan tashkil topadi. Xitoy manbalarida bu xalq haqida, ya'ni bizda umuman Xitoy manbalari bizga nima qiladi? Ma'lumot beradi. Ya'ni Chin manbalarida bizga ma'lumot uchraydi UHG'lar haqida. UHG'lar qanaqa qabila bo'lgan, ularning hukmdorlari mana Kuzulakatis, Dimakatis, Kanishka haqida ma'lumotlar uchraydi. Yunon Baktriya davlati miloddan avvalgi 140-130-yillarda bostirib keldi va Guyshuan xonadoni 4 ta xonadonning ustunlikka erishib Kushon imperiyasiga asos soldi milodiy 1-asrda. Demak, Guyshuan xonadoni g'olib chiqdi milodiy 1-asrda Kushon imperiyasiga asos soldi. Endi bu yerda bitta savol tug'iladi. Kushon imperiyasi, ya'ni UHG, Guyshuan bunaqa nomlarni umuman eshitmaganmiz, bizga begona-da. Bu nomlardan kelib chiqib siz o'ylashingiz mumkin, bu Xitoy yoki Mo'g'ullarga oid qabilami bu Guyshuan yoki boshqa deb o'ylashingiz mumkin. Bu UHG qabilalari turklar, ya'ni bizni O'g'iz turklar. Demak, Xo'jayev degan bir tarixchiga ishonadigan bo'lsak, u ma'lumot berishicha UHG, ya'ni O'g'izlarni Xitoyliklar xuddi shunday atagan. Ya'ni ularda bizdek tasavvur qilinmaydi ularda ko'p narsalar. Ya'ni O'g'izlarning Ngozi, ya'ni O'g'izlarning Ngozi deb turib, endi nimadir endi ularning tilida menga kelishmayapti. Shunaqa deb tarjima qilganda ular. Shunaqa deb tarjima qilganligi uchun UHG, Guyshuan degan so'zlar kelib chiqqan. Ya'ni aslida bu demak UHG qabilalari O'g'iz hozirgi to'g'ridan to'g'ri hozirgi Turkiyadagi turklarni, bizni ham, ya'ni hozirgi Xorazmda yashaydigan Xorazm aholisini to'g'ridan to'g'ri avlodlari bizni hududimizda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta Xorazm emas, turklar hozir endi asosiy saqlanib qolganligi hozirgi kunda Turkiya bilan demak Xorazm o'zligini bir qadar saqlab qolgan. Ya'ni Buxoro, Samarqandda endi u yerda ko'plab qabilalar bostirib kelish natijasida ularning tili yoki bir gaplashish tarzi o'zgargan bo'lishi mumkin. Lekin umumiy olganda hozirgi Xorazmliklarga Turkiyadagi turklarga juda yaqin O'g'izlar, ya'ni O'g'iz qabilalari demak Kushon imperiyasiga asoslagan ekan. Demak bunga xayolga borib bermang, ya'ni bu Xitoyliklar ekan, bu boshqa qabila ekan deb yurmang. Bular o'zimizning ota-bobolarimiz, turklar hisoblanadi, Kushonlar. Keyin bitta narsani bilib oling. Kushonlar bostirib kelganda biz O'rta Osiyoni demak deyarli hamma joyini bosib olmagan. Kushonlar hozirgi Yunon Baktriya hududini bosib olgan va bu tarafda xaritada chiqaradi hozir. Kushonlar demak Xorazm va Qan davlatini bosib ololmadi, Yunon Baktriya davlatini va uning janubdagi hududlar, hozirgi Afg'oniston, masalan gaplashamiz, Hindistonni shimoligacha, hozirgi Pokiston hududlarigacha bo'lgan hududlarni egallay oldi xolos. Demak, Kushonlar O'g'iz qabilalari ekan, ya'ni turk ekan. Demak,
ularda demak tarjima qilinish xitoychasida bu manbalarda biz hamma yozilgan mana bu Kudzula Katvis, Vima Katvislar hammasi Xitoy manbalaridan kelib chiqib yozilganda nega turklar o'zini tarjima qilmagan? Chunki bizda ilm fan emas, bizning ishimiz jang qilish, chorvachilik bilan shug'ullanish bo'lganda bizning ishimiz ya'ni yozuv emas yoki ilm fan bilan shug'ullanmagan. Ya'ni uni xitoyliklar shug'ullangan. Unaqa ishlar bilan tariximizni ko'plab Xitoy manbalaridan o'rganamiz biz. Xo'p, mana Kushan imperiyasi oldi milodiy 1-asrda davom etamiz. Birinchi hukmdori Kudzula Katvis. Endi ismi boshqacha bo'lishi mumkin, lekin Xitoy manbalari shunaqa yozilgan. Bu yerda hozir kitoblaringda Kudzula Katvis deb yozilgan. Biz o'qiydigan tarix kitoblarida, haqiqiy tarix kitoblarida Kudzula Katvis deb yozilgan. Kudzula, ya'ni Xitoy o'zlariga moslashtirib aytgan. U demak ismlar. Undan tashqari bu yerda aytamiz imperiya, Kushan imperiyasi 4 ta xonadon. Ularda yabg'ulik deyilgan, 4 ta yabg'ulikka bo'lingan deyilgan Xitoy manbalarida. Ya'ni Kushonlar 4 ta yabg'ulikka. Eslaringda bo'lsa, demak 7-sinf hali o'tmadik, endi kelamiz. 7-sinfda demak viloyatlarga yabg'ulik deyilgan. Ya'ni bizni hozirgi hudud bilan qaraganda bizning viloyatlar u davrda yabg'ulik deyilgan. Ya'ni ularni kim boshqargan? Yabg'u boshqargan. Demak, bundan kelib chiqqan holda ham ularning o'g'iz ekanligini bilib olishimiz mumkin. Ya'ni yabg'ulikka bo'linganligi uchun ham. Xo'p, Kudzula Katvis, kitoblaringda Kudzula Katvis birinchi hukmdori. U birinchi hukmdor bo'lgan paytda demak qilgan ishlari Afg'oniston va Kashmirgacha bo'lgan hududlarni nima qildi? Bosib oldi va demak Kudzula Katvis Kushonning birinchi hukmdori hisoblanadi. Ya'ni Kushonning birinchi hukmdori, e'tibor beringlar, Kudzula Katvis hisoblanadi. Va Afg'oniston va Kashmir hududlarini bosib olib, mamlakatni birlashtirgan, lekin o'zini nomidan tanga chiqarmadi. O'sha davrdagi Rim imperiyasi, demak boshqa Parfiya tangalaridan foydalandi. Undan keyingi davlat bu davlat emas, undan keyingi shaxs Kudzula Katvisdan keyingi kelgan shaxs bu Vima Katvis. Kitoblaringda Vima Katvis yozilgan, lekin biz o'qigan tarix kitoblarida demak Gima Katvis ham deyiladi. Gima. Xo'p, Gima Katvis ikkinchi hukmdor Kushan imperiyasini. Xo'p, u davrda qanaqa ishlar sodir bo'ldi? Vima Katvis davrida davlat hududi yanada kengayadi. Undan tashqari u davrda tanga pullar zarb qilindi. Mana shu joyga e'tibor beringlar. Tanga pullar kimni davrida zarb qilingan degan savol keladigan bo'lsa, sizlarga Vima Katvis deb javob berasizlar va qaysi madandan deydigan bo'lsak, mis, kumush, oltin. Oltindan, misdan, kumushdan tanga chiqargan odam bu Vima Katvis ikkinchi hukmdori. Endi ismi boshqacha bo'lishi mumkin bu insonlarning, lekin Xitoy manbalarida shunaqa yozilganligi uchun bizga shunchalik ya'ni olib qo'yilyapti, berilyapti. Xo'p, bu ma'lumotlar Vima Katvis ikkinchi hukmdor. Undan keyin kelgan hukmdor esa Kanishka davri. Bu demak eng buyuk hukmdorlardan biri, Kushan imperiyasining eng buyuk hukmdorlardan biri bu Kanishka hisoblanadi. 3-hukmdori u qilgan ishi poytaxtni Baxtriyadan Peshovarga ko'chirdi poytaxtni. Xo'p, Peshawar hozirgi Pokiston hududida, ya'ni Hindistonning shimoliy hududlarida Peshawar degan hudud bor, ya'ni poytaxtni o'sha yerga ko'chirgan inson Hindistonning shimolini ham qo'shib olgan, yanada kengaytirgan, ko'plab bu yerda endi manbalarda keladiki, Sharqiy Turkistonni ham qo'shib olgan o'zining davlatiga Kanishka va poytaxtni Baxtriyadan Peshovarga ko'chirdi. Bu davrda eng kuchaygan davri, ya'ni Kanishka davriga to'g'ri keladi. Kanishka davrida davlat eng qudratli cho'qqisiga erishgan. Bu davlat o'sha davrdagi eng buyuk imperiya hisoblangan Han imperiyasi, Xitoydagi Han imperiyasi, Parfiya davlati, Parfiya podsholigi va Vizantiya bilan Rim bilan raqobatlasha oladigan juda katta imperiyaga aylandi. Kimning davrida? Kanishka davrida. Undan tashqari bizga bitta din kirib keladi. Surxondaryo vohasi orqali buddaviylik dini kirib keladi. Chunki Hindistonning shimolini bosib oldi va u hududda asosiy buddaviylar yashagan va u hudud aholisi buddaviylik diniga e'tiqod qilgan. Kanishka davrida buddaviylik dini kirib keladi Surxon vohasi orqali. Hozirgi kundan qaraganda u O'zbekistonning janubi Surxon vohasi joylashgan, ya'ni Hindistonga, Afg'onistonga yaqin hudud hisoblanadi. Ya'ni o'sha paytda demak bizga O'rta Osiyoga Surxon vohasi orqali buddaviy dini tarqala boshlagan.
U davrda asosiy O'rta Osiyoning dini Zardushtiylik hisoblangan. Zardushtiylik bilan bir qatorda buddaviylik ham keng yoyiladi Kanishka davrida. Kanishka davrida buddaviylik dini kirib keldi. Undan tashqari Kanishka davrida yozuvlar ham kirib keladi. Bir qator yozuvlar kirib keladi. G'arbiy Osiyoda, Janubiy G'arbiy Osiyoda Oromiy degan aramey ham deyiladi. Aramey yozuvi paydo bo'ladi, Oromiy yozuvi. Va o'sha yozuv bizdagi yozuvlarni paydo bo'lishiga, Baxtira yozuvini, demak, So'g'd yozuvlarini paydo bo'lishiga asos bo'lgan. Ya'ni o'sha ko'rinishdagi yozuvlar paydo bo'lishiga asos bo'lgan. Xo'p, u yozuvlar qayerlardan topilgan desalaring, xo'p, eski Termiz va Afg'onistondagi Quddus shahri yaqinida Surxotal yodgorligi bor. O'sha hududdan ham yozuvlar, eng qadimgi yozuvlar topiladi. Xo'p, Kanishka davrini gaplashdiklar bilan, u davrda undan tashqari u davr dini haqida, buddaviylik dini bor dedim. Islom tarqalgancha 8-asrgacha buddaviy dini bilan Zartushtiylik dini O'rta Osiyoda mavjud bo'lgan. Undan tashqari hunarmandchilik rivojlandi. Ya'ni buddaviylikda haykaltaroshlik bilasizlar, ular demak haykallar yasab, unda jon, ruh borligiga ishonib, unga sig'inishgan buddaviylar. Demak, bizda ham o'shanga doir demak manzilgohlar, topilmalar topiladi juda ko'plab. Men o'sha davr me'morchiligida eng katta ahamiyatga ega Dalvarzin tepa va Eski Termiz. Dalvarzin tepa va Eski Termiz hozirgi Surxondaryo hududlari, O'zbekistonda janubiy, shimoliy Afg'oniston hududlariga to'g'ri keladigan bu hududlarda buddaviylik ibodatxonasi topilgan Dalvarzin tepa Eski Termizda. Undan tashqari devor bilan o'ralgan, u hudud devor bilan o'ralgan buddaviylik ibodatxonasi topilgan. Undan tashqari do'mbirachi ayol, demak ayri tomdan ut chalayotgan ayol topiladi. Shaxmat, demak fil suyagidan yasalgan shaxmat donalari topiladi. Dalvarzin tepadan hukmdor saroyi topiladi. Xolchayon yodgorligidan hukmdor saroyi topiladi. Demak, bu 6-sinf, umumiy olganda 6-sinf qadimgi dunyo tarixida, O'zbekiston tarixiga doir mavzular ichida ozgina demak qiyin emas-u. Ko'proq shu mavzulardan savol tushadi. Ya'ni me'morchilikdan ko'proq savol tushadi. Topilmalar, ya'ni sizga berish mumkin, Xolchayondan nima topilgan yoki hukmdor saroyi qayerdan topilgan degan savollar berish mumkin. O'quvchilar, ko'pincha abituriyentlar mana shu savollarda qiynalishadi. Demak, kitobda oxiri bo'lganligi uchun balki O'zbekiston tarixiga doir buni yaxshi abituriyentlar balki o'qimas yoki e'tibor bermas. O'shaning uchun bu mavzulardan, bu ma'lumotlardan ko'proq testlarda ko'rganmiz, uchratganmiz. Ya'ni o'zimiz ham birinchi abituriyent bo'lganimizda, o'qishga tayyorlanganimizda mana shu ma'lumotlarni eslab qolishga, yodimizda saqlab qolishga ozgina qiyin bo'lgan. Shuning uchun mana shu ma'lumotlardan bitta eslab qolish, qanday eslab qolish uchun bitta voqelik aytib beraman. Oldingi darslarga o'xshab, mana oldingi darsda Afrosiyobni eslab qolishni Afrosiyobga o'tirdik, Qiziltepaga bordik, undan tashqari u yerda rasmga tushib Xorazmga bordik. Shunaqa deb aytib berdik. Shunga o'xshash bir voqea aytib beraman. Demak, inshaalloh eslaringda qoladi va testda keladigan bo'lsa, demak uni eslab, voqeani eslab belgilay olasizlar. Xo'p, bu Dalvarzin tepa va Eski Termizda nima bor? Buddaviylik ibodatxonasi bor, devor bilan o'ralgan. Dalvarzin tepada. Xo'sh, undan tashqari u yerda hukmdor saroyi bor-da. Demak, Dalvarzin tepada mana buddaviylik ibodatxonasida hukmdor o'tiribdi, tasavvur qiling, bir hukmdor o'tiribdi. Bazm bo'lyapti-da. Ibodatxonada bazm bo'lyapti. Dalvarzin tepada, Eski Termizda ibodatxona bor, devor bilan hamma joy o'ralgan. Ichkarida juda katta bazm bo'lyapti va bazmda do'mbirachi bor. Dalvarzin tepadan do'mbirachi topildi-ku mana. Do'mbirachi bor. Undan tashqari ut chalayotgan ayol, ut degan chalg'u asbob bor, o'shani chalayotgan ayol bor. Demak, do'mbira chalayapti, musiqa bo'lyapti, ut chalayapti, yana musiqa bo'lib, demak ko'p kishi ovqatlanyapti bir tarafda, hukmdor, ularning oila a'zolari, o'rtada esa nima qilyapti? Mashoyixlar, u yana do'mbirachilar, utchilar, demak o'zini ishini qilyapti, o'zi musiqa chalyapti. Shaxmat o'ynab o'tiribdi, fil suyagidan yasalgan shaxmat donalarini o'ynab o'tiribdi. Hukmdor zerikib ketganda, bu yoqda qo'shiq bo'layotgan bo'lsa ham, u fikrini jamlagan holda shaxmat o'ynab o'tiribdi. Lekin birdan nima qildi? Hukmdorni chayon chaqib oldi. Holi bor chayon, ya'ni chayonni holi bor ekan, tasavvur qiling, qora holi bor. Chayon nima qildi? Chaqib oldi, hukmdor o'ldi deb tasavvur qiling. Ya'ni shunaqa voqea bo'ldi.
Shunday voqeani ko'z oldingizga keltirib siz bilishingiz kerak, hukmdor saroyi qayerdan topiladi? Xolchayondan. Nega? Chunki hukmdorda chayon chaqoli bir-biriga bog'liq ma'lumotlar. Shaxmat o'ynab o'tirganda u, filsiyotdan yasalganda u shaxmat o'yinlari Dalabarzin tepadan topilgan, eski tenizdan topilgan, do'mbirachi o'tchalayotgan ayol bor edi. Ayritom degan joy yozibman men. Ayritom, yerga Ayritom yozib qo'yaman. Ayritomdan topilgan do'mbirachi ayol. Siz shularni eslab qolishingiz kerak, har birini bog'lagan holda. Ya'ni topilgan narsani, masalan, hukmdor saroyi topildi, qayerda? Xolchayondan. Demak, hukmdor bilan Xolchayonni bog'lashingiz kerak. Men qanday bog'ladim? Hukmdor nima bo'ldi? Chayon chaqib oldi. Shaxmatda o'ylab o'tirgandi u hukmdor. Xo'p, do'mbira chalib o'tirgandi hamma joyda, xonada nima qilib o'tirgandi? Katta bazm bo'layotgandi, devorlar o'ralgandi, Dalabarzin tepa eski Termiz. Shunday deb eslab qolsangiz, Xudo xohlasa esingizga keladi, testda yechib chiqasiz. Xo'p, undan keyingi mavzuyimiz Buyuk Ipak yo'li. Kushon davlati umid hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Savollar bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir video izohida albatta yozib qoldiring. Men qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha javob berib o'taman bilganlarimni. Xo'p, kushonlar, yuyishchilar, turk qabilalari, o'g'izlar, o'zimiz ota-bobolarimiz. Mana shu davrdan boshlab bizning tariximiz boshlanadi. Bolajonlar turklarni kirib kelishi, turklar mana bizni saklarni, o'zlarining qarindoshlari undan oldin ham yashagan. Ular demak hammasi demak shimoldan ko'chib kelgan ekan, oldin bu yerda yashamagan ekan degan xayol bo'lmasin. Bizning hududimizda saklar kim edi? Proto-turk edi. Demak, turk qabilalari oldindan bizning hududimizda yashagan va o'zini qarindoshlari, o'zini tanishlari ham kelib turgan. O'sha kelib turgan tanishi bu yujjilar hisoblanadi. Uni nomidan kelib chiqib Xitoy ekan deb o'ylamanglar. Bular O'g'uz. 3 ta qabila bor deyiladi Xitoy manbalarida. O'g'uzer, Guzer, yana qanaqadir bitta qabila bor. O'sha 3 ta qabiladan tashkil topgan degan ma'lumotlar bor. O'g'uzlar kirib keladi, ular yag'ulikka bo'lingan. Xo'p, birinchisi Kujulakatviz, Gimakatviz, Kanishka hukmronligi yillarini aytdik. Sizlar bilishingiz kerak, mana shu hukmdorlar davrida nimalar bo'lganligini. Poytaxtni Baxterdan Peshovarga ko'chirgan odam bu Kanishka hisoblanadi va Hindiston shimolini ham bosib olgan. U davrda eng katta davlatlar bo'lgan Parfiya podshohligi, Xitoy, Rim imperiyasi bilan tenglasha oladigan davlat qurgan odam bu Kanishka hisoblanadi. O'z nomidan tanga pullar ham chiqaradi. Kanishka o'zini demak surati tushirilgan tanga pullar oltindan. Xo'p, keyin gaplashadigan masalamiz bu Buyuk Ipak yo'li. Inglizchasiga Silk Road bo'ladi. Silk Road noto'g'ri tarjima qilgan, ya'ni noto'g'ri talaffuz qilgan bo'lsam, uzr so'rayman. Silk Road qayerdan boshlanadi, qayerdan tugaydi, demak qaysi asrlarda mavjud bo'lganligi haqida gaplashamiz. Buyuk meridional yo'l deb atalgan, dastlab Buyuk Ipak yo'li deb atalmagan. Bu yo'lga biz nima degan nom bergan ekanmiz? Buyuk meridional yo'l. Miloddan avvalgi 2-asrda paydo bo'lgan. Miloddan avval 2-asrda bu yo'l paydo bo'ladi. Xo'p, Buyuk Ipak yo'li degan nomni kim beradi? Demak, Germaniyalik, ya'ni nemis geografi Richthofen 1877-yilda Buyuk Ipak yo'li degan nom beradi Buyuk meridional yo'lga. Buyuk Ipak yo'li. Buyuk Ipak yo'li degan metro bor. Kimdir borgan bo'lsa, Buyuk Ipak yo'li Mirzo Ulug'bek tumanida 1877-yil bir sodir bo'lgan voqea bor. Agar kimdir esida bo'lsa, aytib o'tsa bo'ladi. 1877-yil izohda yozib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, undan keyin uzunligi 12000 kilometr. 12000 kilometr. Xo'p, qayerdan boshlanadi? Sariq dengizdan. Sariq dengiz qayerda? Hozirgi Xitoy hududida. Qayerlardan o'tadi? Demak, Sharqiy Turkiston, O'rta Osiyo, Eron. Xitoydan boshlanadi sharqda. Sharqiy Turkistonga o'tadi, O'rta Osiyoga keladi, Erondan o'tadi, Mesopotamiya, O'rta Yer dengiziga boradi. O'rta Yer dengizi hududlarigacha borib yetadi. Xo'p, shaharlar, ya'ni Ipak yo'lida demak joylashgan shaharlari Sian, Dunxuan, Yorkent, Buxoro, Termiz, Samarqand hududlar, ya'ni bizning hududimizda, ya'ni biz davlat hududida Buxoro, Samarqand, Termiz. Demak, qadimdan bizni Buxoro, Samarqand, Termiz markaziy shaharlar bo'lgan ekan. Ya'ni Buyuk Ipak yo'lida ahamiyatga ega bo'lgan shaharlar, savdo-sotiq rivojlangan shaharlar hisoblangan ekan Buxoro, Samarqand. Xo'p, mana bu xarita. Buyuk Ipak yo'li nima uchun katta ahamiyatga ega? Bu Buyuk Ipak yo'li uchun ma'lumot uchun aytaman.
juda ko'p davlatlar nima qilgan? Urush olib borgan. Nima uchun urush olib borgan? U yerda juda katta tijorat bor, u yerda nima bor? Pul bor, manfaat bor. Manfaat uchun ko'plab davlatlar nima qilgan? Jang qilgan Buyuk Ipak yo'lida nazoratni qo'lga olish uchun. Xo'p, nima uchun? Demak, buni hozirga tushuntirib beraman. Nima uchun davlatlar bir-biri bilan urushgan? Buyuk Ipak yo'li uchun. Xo'p, tasavvur qiling, bu yer Xitoy. Bu yer Xitoy. Xitoydan bir qo'y oldingiz. 10 so'm. 10 so'm. Tasavvur qiling, 10 so'm. Va bu yer nima? Kushonga keldi. Mana yurib keldi-da. Yurib Kushonga keldi. Va bu yerda siz 10 so'm olgan qo'yingiz bu yerda 20 so'm. Sababi u molni ort, ber, tushir, nimadir qil, to'g'rila va 20 so'm bo'ldi. Xo'p, bu yerdan yana yurdingiz. Mana shu yerga keldingiz. Bu yer Parfiya. Bu yerga kelgan paytingiz siz 10 so'm olgan qo'yingiz 30 so'm bo'ldi. Xo'p, bu yerda ham ol, ber, ort, tushir ketaveradi. Keyin bu yerdan keldingiz. Mana bu yer Rim, Vizantiya. Bu yerga kelgan paytingiz sizni qo'yingiz narxi 40 so'm bo'ldi. Tasavvur qiling, siz 10 so'mga olgan qo'yingiz Vizantiyaga kelgancha 40 so'm bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Qanaqa? Demak, bu yerda ko'p odamlar tijoratdan katta manfaat ko'rgan, katta nima qilgan? Mablag' orttirgan, katta demak bu yerda katta pul bor. O'shaning uchun davlatlar nima qilgan? Har doim urushgan. Parfiya, Kushan, Xitoy demak o'zini ta'sirini o'tkazish uchun, Buyuk Ipak yo'lini egallash uchun juda ko'p davlatlar nima qilgan? Urushgan bir-biri bilan. Mana aytdim sizga, 10 so'mga olingan qo'y Vizantiyaga kelganda 40 so'mga aylandi. 40 so'mga, mana 20 bo'ldi Kushonda, Parfiyada 30 so'm bo'ldi va Vizantiyada 40 so'm bo'ldi. Endi qaysi hududlardan nima olib ketilganligi, nima sotilganligi haqida gaplashamiz. Mana So'g'ddan Xitoyga olib boriladi jun gazlama. Demak, so'g'diklar nima qilgan ekan? Qo'y boqqan, ularni qo'ylaridan junni qirqib olganda nima qilgan ular? Gazlama yasagan, jundan matolar yasaganda Xitoyga borib sotgan ekan. Yana aytaman sizlarga bitta narsani, so'g'diklar savdoda, xalqaro savdoda juda katta ahamiyatga ega bo'lgan, o'zlarini qo'lga olgan bular. Ya'ni savdo bo'yicha juda katta ahamiyatga ega so'g'dlar. Bundan tashqari zevzinat, qimmatbaho tosh, zevzinat buyumlari ham olib boriladi So'g'ddan. Qimmatbaho toshlar, zevzinat buyumlari So'g'd hudud, tog'li hudud bo'lganligi uchun u yerda konlar mavjud, ko'plab boy madanlarga boy hudud bo'lganligi uchun Xitoyga zevzinatlar, qimmatbaho toshlar olib borib sotgan. Xo'p, Baxteriyadan tuya olib borilgan ekan. Baxteriya hududidan Xitoyga, xo'p, Farg'onadan ot. Bilasizlar, Farg'onaning chunki nimasi mashhur? Samoviy otlari. Davan davlatiga Xitoylar bostirib kelganda samoviy otlar uchun. Ya'ni o'tgan darslarda sizlar bilan gaplashgandik. Demak, Farg'onadan ot olib borilgan. Badaxshondan lal olib borilgan. Lal. Bu qimmatbaho tosh hisoblanadi. Ya'ni lal qizil shaklda bo'ladi, qimmatbaho tosh hisoblanadi. Xo'p, Hindistondan bizga olib kelingan, nima olib kelingan? Ip-gazlama, paxta chigiti. Ip-gazlama, paxta chigit Hindistondan olib kelingan ekan bizga. Umumiy paxtani vatani Hindiston. Birinchi Hindistonda paydo bo'lgan paxta bizning hududimizga kirib keladi, bizning hududimizda Xitoyga boradi paxta. Xo'p. Demak, bularni eslab qolishlaring kerak. Qaysi hududda nima borilganligi. Endi bundan umumiy voqea qilsak bo'ladi mana shu joyini. Qanday voqea qilsak bo'ladi? Masalan, biz qayerdan yo'lga chiqamiz? So'g'diyonadan yo'lga chiqamiz. Qo'limizda demak qo'ydi juni bor. Bir qo'limizda gazlama bor, orqamizda sumkamiz bor. Sumkamizda qimmatbaho tosh, zevzinat buyumlar bor. Nima qilamiz? Baxteriyaga boramiz. Baxteriyaga yetgan paytimiz
qo'limiz og'rib ketadi. O'shaning uchun bizni orqamizdagi narsalarimiz hammasini olamizda tuyaga ortamiz. Tuyada yuramiz, Baxtiyordan yo'lga chiqdik. Tuyada ketyapmiz, Farg'onaga yetdik. Farg'onaga yetganimizda tuyamiz charchab qoladi. Demak, kasal bo'lib qoladi. Tuyamizni nima qilamiz? O'sha yerda qoldiramizda biz ketishimiz kerak. Xitoyga borishimiz kerak, chunki Xitoyga ketyapmiz. Nima qilamiz? Ot olamiz. Otga narsalarimizni otamiz, otda yuguramiz, tezroq yuramiz. Otda yugurib boramiz, Badaxshonga yetamiz. Badaxshonga yetgan paytimiz nima qiladi? Yo'lda ko'p lal madan chiqib qoladi. Lalni ham ortib olamiz o'zimizning otimizga. Keyin nima qilamiz? Hindistonga borib tashlaymiz va Hindistondan qaytayotganda nima olib kelamiz? Ipak mato, albatta. Ipak mato olib kelmasak bo'lmaydi, chunki u yerda ipak mo'lda. Demak, Xitoy ipaki birinchi o'rinda turgan. Xitoy ipagi eng sifatli, demak, eng zo'r matolardan hisoblangan. Undan tashqari yo'lda ochiq qolishimiz bor, ya'ni qornimiz ochib qolganda yeyish uchun nima olamiz? Guruch olamiz mana. Guruch. Xitoyda ham guruch ko'p. Ular juda ko'p guruch yeydi. Kinolarda ko'rsanglar, guruchni qaynatib dumaloq qilib yeyveradi-ku. Nima bo'lsa guruch ular. Ertalab guruch choy, obedga guruch sho'rva, kechqurun guruch qovurma, ertadan kechgacha guruch yeydi xitoyliklar. Xo'p, ipak mato, ko'zlari mana qisiq bo'lsa ham, ko'zlarini qisib oladi-da, guruch bilan ipakni yeb o'tiraveradi. Xo'p, Hindistondan nima olib keldik? Paxta chigiti, ipkazlama. Endi bizga bu yerda bitta masala qoldi. Buyuk Ipak yo'liga asos bo'lgan demak, voqea bor. Xitoy imperatori, o'sha paytda Han imperiyasi bo'lgan Xitoy imperatori bir elchi yuboradi, Chijansiyanni atrofdagi davlatlarga elchi qilib yuboradi. Nega? Xunlarga qarshi kurashishda o'ziga ittifoqchi qidirish kerak edi. Ya'ni xunlar kimlar? Bizning ota-bobolarimiz, ya'ni turklar. Xunlarga qarshi ular nima qurgan? Buyuk Ipak yo'lini qurgan. Buyuk Ipak yo'lini deyapman. Buyuk Xitoy devorini qurgan. Ya'ni the Great Wall deydi inglizchasiga. Ya'ni buyuk devorni qurdi, xunlar uchun qurdi. Nima qildi? Devor qurdi, to'xtata olmagandan keyin nima dedi? Bir atrofda aylanib ketdi dedi Chijansiyanga. Biz bilan qo'shilib ularga qarshi kurasha oladigan bir davlatlar bormikan deb turib Chijansiyanni yuborganda, Chijansiyan nima qildi? Xunlarning qo'liga asir tushib qoldi. Ularning qo'lida bir 10 yilcha, 20 yilcha asirlikda, tutqunlikda yurgandan keyin bir amallab qochib qutulib qayerga kelib qoldi? Farg'ona vodiysiga kelib qoldi. Demak, hozirgi O'to'kan vodiysi, ya'ni Oloy tog'laridan o'tib kelib qoladi-da. Oloy tog'laridan o'tib keladi-da, Xorazmga kelib qoladi-da, Xorazmda nima qiladi? Otni ko'rib, ot olib, otga demak beda berish uchun beda oladi-da o'z bilan. Keyin Xitoyga qaytadi. Keyin borgandan keyin aytib beradi. Shunaqa degan davlat bor ekan, u yerdan ot oldim, keyin beda olib keldim dedi. Bedani ko'radi, hammasi ko'rmagan bedani. U zo'r narsa ekan bu yerga. Birinchi nima qiladi? Saroyning oldiga ekinlar bedani urug'ini dedi. Bedani urug'ini saroyda ekib, keyinchalik butun Shimoliy Xitoyga beda tarqala boshlaydi. Beda urug'i, umumiy bedani ekib otlarga beradigan bo'ladi xitoyliklar ham. Xo'p, o'sha Oloy vodiysi orqali kelib ketgan Chijansiyanning yo'li Buyuk Ipak yo'liga asos bo'lgan. Ya'ni Buyuk Ipak yo'lini o'sha yerda Chijansiyan aytgan shu